Hammamiz bir oila bo'lib kechki ovqatga iftorlikka yig'ildik. Hammamiz o'zimizga yoqqan ovqatlarni zakaz qildik. Albatta bizni mitti malikamiz ham turk pilovidan zakaz qildilar. Endigina 1,5 yoshga to'lgan qizim ovqatni mustaqil yeyishni o'rgangan. Bu adamimizning sevimli ovqatlari turkcha menemen. Adamimiz juda ham yaxshi ko'rib yeydilar. Biz oila davrasida mazza qilib suhbatlashib o'tirdik. Qizim esa multfilm ko'rib ovqatlandi. Keyin dadamiz unga suv ichirib qo'ydilar. Juda ham chanqab ketibdi qizim. Mazza qilib suv ichib oldi. Xullas ovqatlandik, shirinliklar zakaz qildik. Mazza qilib o'tirdik. Xullas sizlar bilan bir kunimizni bo'lishdik. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.